Do'stlar, assalomu alaykum. Yaqindagina men demak Instagram kanalimizda va YouTube kanalimizning shortslarida anons qilgan edim. Ya'ni Buyuk Britaniyadan bizga demak Nothing Phone Tour A smartfoni yetib keldi va unga qo'shimcha bu kompaniya tomonidan sovg'a bo'lib keldi endi Nothing Ear A. Xo'p, umuman Nothing fonlar bilan men hech qachon to'qnashmaganman. Bu aynan shu kompaniyaning birinchi men qo'limga tushgan smartfoni. Hozir birga buni bir qutidan chiqaramiz, ichida nima bor ekan bilamiz. Smartfonning texnik xususiyatlari haqida fikr almashamiz va ko'ramiz umuman qanaqa ekan, chunki vizual, masalan, martda taqdim etildi bu smartfon, menga juda ham yoqdi. Aynan shuning uchun men ko'k rangini demak olib keltirdim va oxirigacha kuzatib boringlar. Aynan shu smartfonlarni va umuman boshqa ko'p gadjetlarni, demak, chet eldan, xususan masalan Amerikadan bo'ladimi, Buyuk Britaniyadan bo'ladimi, Xitoydan bo'ladimi, olib keltirish bo'yicha men sizlarga foydali maslahatlar beraman. Qanaqa qilib ortiqcha to'lovlarsiz pulni demak tejagan holda mana shunaqa gadjetlarni olib keltirish mumkin. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Pikselga o'xshab ochilar ekan qutisi. Estetik nuqtai nazaridan demak Nothing o'sha bir qanaqadir o'ziga xosligini tanlagan, chunki mana qutini ochganimizdan keyin ham demak mana xush kelibsiz Nothingga va bu yoqda bir qanaqadir demak yozuqlari bor yana. Xo'p. Demak jamlamada case polikarbonat, endi sarg'ayib ketarmikan yo'qmi bilmadim. Type C demak quvvatlash kabeli. Mana bunaqa nakleykalarni demak o'sha tejamkorlik nakleykalarni men odatda xolodilniklarda, krivosh mashinkalarda demak uyda ishlatiladigan texnikada ko'rardim. Smartfonda borligini birinchi marta ko'rishim. Va demak kitobcha shaklidagi makulatura. Xo'p, bundan tashqari demak svetodiod ko'rinishidagi demak igna sim kartani joylashtirish uchun. Smartfonning o'zi Bismillahirrohmanirrohim. Ana xolos. Ajoyib. Do'stlar, plastika qanaqadir bir shishaga o'xshagan plastikdan qilingan, lekin plastik bu, shisha emas menimcha. Va juda ham qo'lga qanaqadir yoqimli, juda ham ajoyib ekan. Men tasvirlab bera olmayman buni hissiyotini. Xo'p, demak qisqacha texnik parametrlariga to'xtaladigan bo'lsak, Nothing kompaniyasi ekran borasida demak tejamkorlik qilmagan ajoyib AMOLED panel taklif etishgan bizga. Demak 6.177 dyuymga ega. Yangilanish chastotasi demak davriyligi 120 Hz adaptiv qilingan. Yorqinlik eng yuqori nuqtada 2,5 nitgacha, demak Toshkentning jazirama quyosh ostida ham buni bemalol ko'rish mumkin bo'ladi displeydagi narsani. Himoya chizilishga chidamli, demak chiniqtirilgan shishadan ishlab chiqarilgan. Bu endi tabiiy hol. Demak texnik ta'minotlarga keladigan bo'lsak, optimizatsiya birinchi o'rinda. Nothing kompaniyasi smartfon ichida qurilmaning qizimasdan va tez ishlashini ta'minlaydigan chipset joylashtirilgan Snapdragon 7 adashmasam agar S4 4 nanometrlik texnologik jarayonda. Xotirasi aynan shu qo'limizdagi modeli, demak 12 ga 256. Ichidagi xotirasi UFS 3.1, ya'ni juda unaqa tez emas. Tizim Android 16 asosidagi Nothing OS 3.5. Demak, o'sha o'zining firmaviy widjetlari va o'zining bir estetikasi bor. Ishlatgan odamlar biladi, juda ham maqtashadi masalan buni. Asosiy kameralarga keladigan bo'lsak, demak 50 megapikselli Sony demak asosiy sensori, optik barqarorlashtirish tizimi bor. Kunduzi ham, kechasi ham endi tiniq tasvirlarni taqdim etadi deydi muhandislar. Ultra keng burchakli 50 megapikselli kamerasi bor, ko'rish burchagi 114 gradus. Oldi kamerasi 50 megapikselli sifatli selfie va video qo'ng'iroqlarni demak amalga oshirish, video yozish uchun imkonini beradi. Demak, quvvatlash tizimiga keladigan bo'lsak, akkumulyatori 5000 mAh, quvvatlash simdan demak 50 vatli, simsiz quvvatlanishi yo'q.
0 dan 50% gacha taxminan bir 23 daqiqada quvvatlanadi deyiladi internet tarmoqlarida. O'ziga xosliklari, demak, glif interfeysi bor mana orqasida. Bu yoqda demak 6 ta LED chiroqchasi bor. O'sha har xil funksiyalarni demak shunga bog'lab qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni SMS kelganda yoki qo'ng'iroq qilinganda, qizili demak video tasvirga olinayotganda mana qizili ishlaydi. Himoya tizimi IP64 standarti, demak chang va suv tomchilaridan himoyasi bor. Ya'ni chang va suv himoyalari buni endi suvga botirib yo bir basseynning ichida suzib ishlatib bo'lmaydi. Nothing OS endi ko'p ixlosmandlari bor. Ular ayniqsa shu tizimni juda ham bir yaxshi ishlashini, silliq ishlashini va widjetlarning kustomizatsiyasini alohida e'tirof etishadi. Ya'ni har xil widjetlar bor. Shunaqa widjetlar borki, masalan, shu widjetni o'zini ichida o'yin o'ynasa bo'ladi bir kichkinaroq. Shunaqa widjetlari borki, masalan, yilni boshidan beri, mana 2026-yilni boshidan beri necha kun, necha hafta, qancha o'tdi, foizlar darajasida va yil oxirigacha masalan necha kun, necha hafta va foizlar darajasida qancha qoldi, shularni sanab berishadi. Xullas, o'ziga xos bu qanaqadir ajoyib tizim bor, buni o'zining ixlosmandlari bor. Boshida aytganimdek, mana shunaqa Nothing Ear A quloqchinni bizga kompaniya yubordi, demak qo'shimcha sovg'a tariqasida telefonga. Xo'p, qani ko'ramiz bu qanaqa ekan. Demak, Nothingni quloqchinlaridan ham men foydalanmaganman umuman, shuning uchun menga bu juda ham qiziq bo'ladi. Jamlamasi ham qiziq va texnik ko'rsatkichlari ham va albatta sifati ham qiziq. Xo'p. Demak, jamlamasida quloqchindan tashqari demak, quloqchindan tashqari mana alohida taqiladigan o'sha ambushuralari bor. Ya'ni quloqning ichidagi kanalini katta yoki kichkinaligiga qarab ambushuralar taqiladi, kattarog'i yoki kichkinarog'i. Va mana kabel bor. Type C. Makulatura. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Mana shunaqa minimalistik dizaynda ishlangan buni jamlamasi ham. Xo'sh, mana demak quloqchinlarning o'zi ajoyib juda ham. Usti shaffof, demak plastikdan ishlangan, ichi ko'rinib turibdi. Demak, o'sha kompaniyaning o'ziga xosligidan belgi berib turadi bu. Dalolat berib turadi. Va demak oyoqchalari ham mana shaffof plastikdan ishlab chiqarilgan, ichidagi o'sha bundoq qarasanglar, simini ichidagi demak qanaqadir bir elektron komponentlarni ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p. Ajoyib. Endi buni sinab ko'rish kerak bo'ladi, ya'ni o'sha ovozni chiqarish qanaqa va ishlatish jarayonida qanaqa bo'lishini buni alohida yana aytib o'tamiz. Hozircha faqat raspakovkamizdan o'zi. Endi texnik parametrlariga keladigan bo'lsak, quloqchinni bu o'zining o'sha tabletka g'ilofi va yorqin sariq rangi bilan ko'p odamga manzur bo'ladi deb o'ylayman. Hamyonbop hit modellardan biri bu. Demak, adashmasam agar $50 atrofida turadi. Demak, ovozi 11 mmlik dinamik driver LDAC Hi-Res audio texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Shovqin kamaytirish ANC 45 desibelgacha quloq shakliga moslashuvchi intellektual algoritm bilan jihozlangan. Avtonomligiga keladigan bo'lsak, demak, shovqinni yo'q qilish tizimisiz, demak 9,5 soatgacha ishlaydi. Agar keys bilan birga ishlatadigan bo'lsangiz, demak ichidan quvvat topib turadigan bo'lsa, 42,5 soatgacha. Endi bu muhandislarning gapi. Himoya tizimi IP54, demak, naushniklarning o'zi va IPX2 keys. Demak, o'ziga xosligi buni ChatGPT bilan integratsiya Nothing OS orqali amalga oshirish mumkin. Bu funksiya naushnik orqali to'g'ridan to'g'ri, demak, sun'iy intellekt bilan ovozli muloqot qilish imkonini beradi. Buning uchun telefonni cho'ntakdan chiqarish shart emas. Ya'ni telefoningiz bor, Nothing OS, bunga ChatGPT o'rnatilgan. Demak, naushnikni o'sha oyoqchasini sopini bosib turganingizda standart Google yordamchisi o'rniga ChatGPT ishga tushadi. Siz undan xohlagan narsangizni so'rashingiz mumkin. Masalan, video uchun ssenariy yozib ber deyishim mumkin yoki paloncha ashulani men qatdan topishim mumkin deyishingiz mumkin, yo masalan Marsgacha necha kilometr deb so'rashingiz mumkin. Xullas, xohlagan savolingizni berasiz va demak, u quloqchinning ichida savolingizga javobni eshitasiz. Bu juda ham qulay deb o'ylayman ishlatish borasida. Va men masalan shu paytgacha Siri haqida endi umuman gapirmayman. O'zim demak AirPodsdan foydalangan bo'lsam, Siridan umuman foydalanmayman. Chunki
ko'p savollarga baribir javoblarni bir yetarli to'laqonli qilib bera olmaydi. Haligacha Apple buni tan olishi kerak. Aynan sun'iy intellekt borasida juda ham oqsaqlamoqda. Bu albatta yaxshi holat emas. Lekin mana ko'rib turganimizdek, mana shunaqa kichkina kompaniyalar mana Nothing Phone bilan birga mana Nothing Ear'da ham, demak, shularni ikkalasini birga ishlatganda, demak, ChatGPT'ni quloqchinni o'zida ishlatish mumkin bo'ladi. Bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Do'stlar, demak, frontal kamerasi Full HD 1080 nutda. Hozir 60 fps ga qo'yilgan. Sony Alpha bilan hamkorlikda, demak, Lofton Studioda hozir workshop o'tkazilmoqda. Sony ixlosmandlari uchun, Sony kameralari ixlosmandlari uchun. Predmetniy syomka bo'yicha, ya'ni narsalarni chiroyli qilib suratga olish bo'yicha men fursatdan foydalanib, Nothing Phone'da ham foto va video testlarni shu Lofton Studioda o'tkazib olamiz. Xohlasa mana demak old kamerasini olishi mana shu. Endi mana asosiy kamerani olishi bu 1080 nuqta yana va 30 fps. Mana 60 fps bo'lmaydi. 60 fps bo'lsa bo'ladi 1080 da, lekin 4K da 60 fps olmaydi. Hozir dars jarayoniga o'taman va 4K 30 fps da olaman o'tdi. Boyaxonada eshitib ko'rdik. Baland mikrofonni qanaqa yozishni, hatto videosini ham ko'rdik. Mana endi ko'chada, demak, tabiiy quyosh yorug'ligida mana mashinada frontal kamerasini ishi menimcha juda ham yaxshi deb o'ylayman sifatini. Endi asosiy kameraga olamiz hozir. Mana bunisi endi asosiy kamerasi. Mana ultra keng. Mana 1 karra. Mana 3,5 karra zoom. Optik. Va mana 20 karra, demak, raqamli zoom. Ranglar sal mana ko'zimga ko'ringaniga nisbatan sal to'qroq ekan. Ifoda etilishi. Lekin umuman olganda menimcha videosini sifati yomon emas.
Hop do'stlar, mana demak tungi videoga olishi ko'patga oldiman hozir. Demak, mana shu selfie kameraga olish. Hozir endi asosiy kameraga o'tamiz. Demak, mana 4K 30 FPS-ni, chunki 60 ga o'tkazsa bu yog'ini HD ga o'tkazadi. 4K da 60 FPS ololmaydi bu telefon. Faqat 4K 30 FPS yoki HD 60 FPS. Yana bir marta eslatib o'taman. Shu masalalar. Mana eng yaqinlashtirish raqamli zoom mana 7x. Endi rasmga olamiz. Demak, xulosadan oldin man sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim gadjetda demak aynan grif degan narsalari bor. Mana bu yerda joylashgan. Endi oldingi modellarda bu yoqlarida ham bor edi. Bu yerda faqat mana shu yerda joylashgan, ya'ni ledli, demak o'sha lampochkalari bular nima uchun kerak va nima funksiyalarni bajaradi. Demak, menyuda mana shunaqa glyph interface degan joyi bor. Mana glyph interfacega kiramiz va bu yerdan mana gliflarni boshqarish mumkin bo'ladi. Demak, eng birinchisi mana ringtonlari bor. Ya'ni ringtonlarni qo'yganimizda mana ko'rsatib bo'ladi. Mana ikkinchisi mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni ovozsiz qilib qo'yib, demak, apparatni ekranini pastga qilib qo'ysa, o'shanda orqadagi glifdan ko'rishimiz mumkin qo'ng'iroq kirayotgani haqida. Ayrim insonlar bor, yaxshi ko'rishadi, fleshga flesh qilib qo'yiladi o'sha ringtonlar. Shuning uchun juda ham qulay bo'ladi deb o'ylayman. Yana уведомление, ya'ni kiruvchi o'sha xabarlar, unda ham xuddi shunaqa mana va mana ikki xil ko'rinishda. Xo'p, demak, bundan tashqari mana balandlik indikatori bor. Balandlik indikatorida demak, agar ovozni baland-past qiladigan bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi. Shunaqa qilib bu yerdan ko'rish mumkin.
Bu mana glif timer, yana minutiga yo nechadir soniyaga qo'yadigan bo'lsa, mana masalan 15 soniyaga qo'yadigan bo'lsa, mana mana shunaqa lipillab turadi va o'zi sekin kamayib boradi. Xo'p. Xullas, ko'p mana shunaqa sozlamalari bor. Endi nimaga bu narsa juda ham zarurligini ochig'i men bilmayman, lekin mayli joiz topishda qilishdi shu narsani. Bundan tashqari endi quloqchin haqida gapiradigan bo'lsak, quloqchinlari menga juda ham yoqdi. Nothing Phone'ni. Demak, keysi ajoyib. Ovoz chiqarishi nihoyatda yaxshi. Ovoz chiqarishini men sinab ko'rdim. Deyarli AirPods Pro 3 darajasida deb aytolmayman. Farqi AirPods Pro 3 masalan $200 dan sal oshiqroq bo'lsa, bular taxminan bir $50 atrofida. Demak, menyusi ham juda ham yaxshi. Menyuning ichida mana ya'ni o'sha шумоподавление, ya'ni shovqinni demak kamaytirish mavjud. Prozrachность, ya'ni quloqchinda siz bir musiqa eshitayotganingizda yo bir kino ko'rayotganingizda tashqaridagi tovushlarni eshitishingiz ham mumkin. Ya'ni tashqaridan tovushlar ham kirib boradi. Bu ko'chada yurganda juda ham qulay, sababi xavfsizlik masalalari. Masalan, mashina o'tib qolishi mumkin, signal chalib qolishi mumkin. Velosiped, samokatchilar hozir ko'p yoki kuryerlar ko'p. O'shalar mabodo bir hodisa bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni shu funksiya juda ham qulay. Demak, mana optimizatsiya bassa bor. Ya'ni bassani mana 0 dan 5 gacha demak ko'paytirib qo'ysa bo'ladi. Equalizeri bor mana. Equalizer ham juda ham ajoyib ko'rinishda, ya'ni mana vizual ko'rinishda qaysi chastotalari ko'payishini ko'rib borishingiz mumkin va mana demak bunaqa qilish ham mumkin. Mana qo'l bilan boshqarish ham mumkin bo'ladi. Xo'p. Bundan tashqari, demak, sistemani boshqaruvlari, demak, sozlamalari va umuman boshqarish, demak, 2 marta bosganingizda nima bo'ladi, 1 marta bosganingizda bo'ladi, 3 marta bosganda nima bo'ladi. Xullas, shular ham bor. Juda ham yoqdi menga quloqchinni masalan alohida olib boshqa bir gadjet bilan ishlashga arzigulik. Puliga ham juda ham arziydi deb o'ylayman. Bundan tashqari o'sha boshda aytganimdek, dizayni juda ham ajoyib, ya'ni juda ham bir noyob ko'rinadi. Xo'p, endi xulosalarga keladigan bo'lsak, ya'ni bu gadjet o'zi kimlar uchun? Xo'p, do'stlar, demak, olingan suratlar ham, olingan videolarni ham mana ko'rdinglar. O'yin o'ynash uchun farzandimga ham berdim hattoki telefonni, naushniklarni ham, quloqchinlarni ham bir test qilib ko'rdik. Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, masalan, quloqchinlari aynan shu narx ichida menimcha bu aynan top tanlov bo'ladi. Sababi juda ham yaxshi. Endi bizga umuman sovg'aga keldi telefon bilan birga, lekin umuman xarid qilinadigan bo'lsa ham mana shu $50 atrofida bu juda ham bir yaxshi xarid deb o'ylayman, chunki aynan mana shu narxga bundan yaxshi ovoz beradigan va o'sha ChatGPT bilan ishlatsa bo'ladigan boshqa quloqchin topish hozirgi paytda imkoniyati yo'q. Shuning uchun juda ham yaxshi. Ovoz nuqtai nazaridan ham yaxshi, avtonomligi nuqtai nazaridan ham yaxshi va ChatGPT ishlatish mumkinligi nur ustiga alon nur. Xo'p, bu quloqchinlar masalasida. Telefon masalasida, demak, fotolarni ko'rdinglar, videolarni ko'rdinglar, o'yin bo'yicha Geekbench va boshqa, demak, texnik testlarni ko'rdinglar, parametrlarini va olingan ballarini. Demak, o'zingizlar xulosa chiqarsanglar bo'ladi telefonni yaxshi yo sizlarga uncha ma'qul bo'lmaganligi haqida. Demak, agar sizlarga kontent yoqqan bo'lsa, iltimos qilamiz, obuna bo'linglar bizga, like bosinglar, izohda o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Bundan tashqari, demak, Instagram, Telegram kanalimizga ham tashrif buyuringlar. U yoqda ham juda ham ko'p yaxshi yangiliklar bor. Do'stlar, yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Do'stlar, endi xarid qilish masalasiga kelsak, masalan, shaxsan menga aynan mana shu telefon Nothing Phone $539 ga aylangan. $539 demak, Nothingni o'sha Buyuk Britaniyadagi onlayn do'konidan men xarid qilganman. €399 edi bu. Demak, kursga o'girganda shu $539 bo'ldi. Shuncha pulga xarid qilindi bu telefon. Olib kirilganda bu yoqqa men Globin kompaniyasining demak xizmatlaridan foydalanaman.
birinchi yil emas bu kompaniyaning xizmatlaridan foydalanish menga juda ham ma'qul. Endi kimdir balkim boshqa kompaniyalardan foydalanar, menga shu Globing ma'qul. Demak, ma'qulliklardan biri Buyuk Britaniyada, Xitoyda, Fransiyada, Italiyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida demak o'sha bokslarim bor, ya'ni o'zimni demak pochta qutilarim. Demak, shu davlatlarda men agar bir narsa onlayn xarid qiladigan bo'lsam, aynan shu qutilarga keladi va Globing kompaniyasi uni bu yoqqacha O'zbekistongacha, Toshkentgacha yetkazib olib kelib beradi, taxminan 1-2 haftalarning ichida. Demak, agar telefon olinadigan bo'lsa, chegaradan o'tayotganda o'sha ma'lum qoidalarga, qonunlarga ko'ra bahosi umuman telefonni ham boshqa bir olib kelinadigan tovari ham $200 dan oshadigan bo'lsa, oshgan narxiga demak men boj to'layman. Ya'ni bu telefonda mana $200 dan oshig'i, bu yog'i $339 bo'ladigan bo'lsa, men $100 dan sal ko'proq boj to'ladim. 1.350.000 shunaqa boj to'ladim. Ya'ni telefonning tan narxi $530 bu yoqda bo'lsa, $110 taxminan bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, $640 aylandi bu telefon. Lekin ichida mana sovg'aga, demak, o'sha aksiya doirasida quloqchini ham birga keldi. Xo'p, demak, xarid qilish. Men endi Nothingni o'sha Buyuk Britaniyadagi buni onlayn do'koni orqali xarid qildim. Chunki o'sha paytda Amazonda yo'q edi. Odatda Amazondan olaman ko'p narsani. Demak, Amazonda xarid qiladigan bo'lsangiz, amazon.com saytiga o'tib, u yoqda demak registratsiyadan o'tasizlar, lekin bundan oldin o'sha bu yoqqa olib keladigan kompaniyangiz saytiga, masalan, meni holatimda Globing.uz saytiga kirib, demak, o'sha yerda registratsiyadan o'tiladi. ID kartalar, demak, telefon raqamlari, familiya, otlari hammasi ko'rsatiladi va kompaniya tomonidan sizga o'sha bokslarning adreslari taqdim etiladi, ya'ni o'sha davlatlarda. Keyin o'sha demak bokslarning adreslarini olganingizdan keyin o'sha Amazonda registratsiya jarayonida o'sha masalan Amerikadagi boksingiz adresini kiritasiz va Amazonning o'zida mana masalan Nothing Phone Tour A Pro. Mana Tour A Pro ni olaylik. Demak, mana hozirgi kunda Tour A Pro mana $499 ekan, 8 ga 128 ligi. 12 ga 256 ligi, demak $599 ekan. Salkam $600 ekan. Demak, mana pushti rangi bor ekan, pink, silver rangi bor ekan va qora rangi bor ekan. Demak, mana xohlaganini tanlaysiz. Tanlagandan keyin demak mana buy now bosasiz, hozirroq xarid qilaman yoki masalan anaqa add cart, ya'ni o'sha xaridlarimga qo'shishni demak bosadigan bo'lasiz. Bosasiz. Mana xaridlarga qo'shdik. Xo'p, demak 2 yillik bizga plani kerak emas, uni sug'urta qiladigan. Yo'q, kerak emas. Mana qo'shdik xaridlarga. Endi xaridlarga demak teleshkaga o'tamiz. Xo'p, mana $599 turibdi. Hop, checkoutni bosadigan bo'lsa, demak, bu yoqqa bog'langan kartamizdan O'zbekistonning viza kartalari to'lov sifatida bemalol bog'lanadi bu yoqqa. Demak, viza kartadan shu pulni yechib qoladi va 2-3 kundan keyin demak sizni o'sha qutingizga yetib keladi bu gadjet. O'shandan keyin Globing kompaniyasi 1-2 haftada yetkazib olib keladi. Kilosiga adashmasam agar hozir $10 dan demak haq olishadi. O'sha kompaniyaning o'ziga olib bergani uchun o'sha haq to'lanadi. $200 dan oshganiga bojxonadan alohida bir qanaqadir shot chiqariladi. O'shani premium orqali to'lab yuboriladi va siz hech qayerga bormagan o'sha onlayn taqdirda bu yoqqa olib keltirasiz mahsulotingizni va Globing kompaniyasining ofisi bor, Minor metrosining yonida. O'sha yoqqa o'tib, o'shdan olib demak bemalol ishlatasiz gadjetingizni. Yo'q, kiyim-kechak olishingiz ham mumkin, xuddi shunaqa krossovka olish mumkin, juda ko'p narsa olish mumkin. Demak, Amerikadan ortiqcha sarf xarajatlarsiz birinchi qo'ldan bemalol o'zingizlar xarid qilsanglar bo'ladi shunaqa qilib. Demak, Globing kompaniyasini mana telefonlarini ko'rsatib o'taman. Mana shu telefonlar orqali telefon qilib ulardan bir konsultatsiya olsangiz ham bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, bu reklama emas. Menga Globing kompaniyasi bunga pul to'lamaydi. Yo'q, olib kelayotgan mahsulotim uchun menga hech qanaqa bir qanaqadir chegirma bermaydi. Men o'zim foydalanganim uchun va qulay bo'lgani uchun sizlar bilan o'rtoqlashaman. Ya'ni qaysidir ma'noda agar manfaatli bo'ladigan bo'lsa, sizlarga shu narsa, men shundan xursand bo'laman. Demak, agar sizlarga kontent yoqqan bo'lsa, iltimos qilamiz, obuna bo'linglar bizga, like bosinglar, izohda o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar
Bundan tashqari, demak, Instagram, Telegram kanalimizga ham tashrif buyuringlar. U yoqda ham juda ham ko'p yaxshi yengilliklar bor. Do'stlar, yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.